Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Dro'tqi kanali obunachilari, qush ishqibozlari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugun sizlar uchun inshaalloh huzurli universitetlardan chiqqan bir obzorni qilib bermoqchiman. Qo'ldan kelsa kanalimizga bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib, videoni do'stlarga jo'natib qo'ysa, esdan chiqarasiz. Mana sizlar uchun inshaalloh qo'ldan kelsa qishki mavsumga keladigan videolarimizdan bir qo'r yana bir manfaatli bo'ladi deb umidamiz. Videolarimizda inshaalloh hozir ko'payish jarayoni va qishda qanaqa oziq-ovqat yeyish kerak va qish kunida qanday saqlash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerakligini aytib o'tmoqchimiz. Baholasa sotiladigan qushlarimiz ham bor. Hammasini isketga qo'ydik. Bir qurbilarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p. Sizlar uchun bittadan boshladik inshaalloh. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab bu videoni do'stlarga jo'natib qo'yishni esdan chiqaramiz mana. Ana ketdik, sizlar uchun bundan bir qor obzorni qilib o'tamiz. Anchalarga doimiy holatda savollardan biri. Qafasni ichiga necha qilay deb savol berishadi. Farg'onalik, Andijonlik, Qo'qonlik akalarimiz, Namanganlik bundan chiqdi mana. Endi 40 sm. 40 sm. 40 ga 40 mana. Balandligi 50 bo'lgan. Sababi mana uya tushadi, uyadagi eshik tushadi, suv tushadi. Shuni hisobga 50 qilganmiz. Videoni boshqa manfaatligi. Videoni jo'natib qo'yishni esdan chiqardim mana qiziqqanlarga. Va ruchka qalam olib razmerini yozib oling kataga. Mana qafasi. Mana o'rtada ochiq joy ko'rsatadi. 40 sm, 50 sm tutgan, 40 sm, balandligi 40 sm. O'rtasida setka bilan to'silgan mana. Setka bilan to'silgan qilgan. Yon taraflari hammasi setka bilan to'silgan buni. Xo'p, yana bir bunga beradigan ma'lumotlar. Qish kunida qanaqa ovqat beraman degan insonlar uchun yana bir videoni boshqatdan aytib o'tamiz. Video cho'zilib qolsa, uzr so'raymiz. Manfaatli bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Xo'p. Qish kunidagi ovqatimiz hali men bermadim. Mana tariq bo'ladi, tariq. Ya'ni qish ovqati. Buni qizili bo'ladi. Mana berganman kecha yaqinda. Hozir shuni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu safar boshqacha ovqat keldi menga. Mana da qizil turibdi. Qizil turibdi. Qizil ovqatdan aralashtirib beriladi. Oq tariqqa qizil tariq aralashtirib. Shunaqa ovqat berasizlar qish kunidan, xudo xolasa. Bu ham yaxshi ovqat. Hop, issiqlik uchun sababi. Mana ovqatlarimiz bir qilponni bularga ovqat berib chiqdik qishlarimizga. Buni videoda 1 oy 1,5 oy oldin sotamiz degandek qishlarimizga sotuvga qo'ygandik. Qishlarni sotmadik. Sababi hammasini uyda bolasi bo'lib, bola chiqib qoldi. Shuni hisobiga sotmadik. Hozir sotuvda bor, bolalari chiqdi mana. Misol, uyni olib tashladik. Bittakadan uyadan bolasini tushirganlarni hammasini olib tashlayapmiz uyadan. Hop, bu bolalari chiqqan. Uyadan. Mana tarafda bolalari bor, ko'rsatib o'taman buni. Bu sabdenni qilib qamab qo'yamiz bolarni undoq nima. Bolalari bor. Uyada bolalari bor. Har xil holatdagi bolalari bor. Shunga kerak sizlar tayyorib qoldi. Bundan sotiladi bundan. Hop. Asosan maladoradan sotildi. Qiziqqanlar uchun bor qushlarimiz. Yana bir sizlarga qiziq ma'lumot berib o'taymi? To'pilar to'g'risida. Ko'pchilikda bo'ladi-ku buni. Eshik yo'q. Hozir buni ko'rsatib o'taman. Hop. Tegma.
Mana shu kirishadiyu biziklar ichini ochib, mana qafasi ichida bollarni chiqarib tashlashda bularning maqsadida. Xo'p. Hozir ko'rsataman, aka kirib ketib qoldi. Xo'p, sizlarga maslahatim inshaalloh. Inshaalloh sizlarga maslahatim. Populyar qilinglar, zo'r bo'ladi mana. Bola yoshligidan degandan bilib kirib doim holatda mana shu yerda supurgisi bo'ladi. Supurib yurishaveradi. Xo'p. Shu qushimni Surxondaryoga sotgandan mashina bo'lmay tuxum qo'yib qaytarib qo'ygandik. Dastlabkiga mashina topilmaganman. Qanaqangi ma'lumot bersam bo'ladi sizlar uchun. Hozir chiqamiz, chiqib turinglar. Nima qilmoqchisan? Xo'p, sizlar uchun qiziq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Salat. Haftada imkon boricha 2 marta salat beringlar. Greja nimadan bu qoladi deganlarga har bir xil ovqat yeyverganlikdan greja bo'lib qoladi. Chunki oshqozon ham yangilik kirib chiqarasiz, insonmiz bilan har xil narsalarni yegimiz keladi. Bular har xil narsa yegiz keladi mana. Hatto o'zim boqtirib o'zimdan greja olib qoldim. Aynan uchirish kerak. Angorkan. Angorkani mana hozir quyib yorib uchirib yuribman. Greja bo'lib qoldi. Hatto o'zimda ham greja bo'lib qoldi. Bu bo'ladigan narsa. Bunga hech e'tibor berilmadi. Imkon qadar tuzatishga harakat qilinadi. O'ta qattiq greja bo'lib qolgan bo'lsa, iloji yo'q. Qushimizni manzaradan boshqa narsa yaramadi. Qushimizni boqishdagi eng katta xatoligidan biri shu. Noto'g'ri retsept, noto'g'ri harakat, noto'g'ri e'tibor. Imkon qadar e'tibor bir xilda qilishga harakat qilinglar. Degan har xil manaqangi svetni o'qishlardan o'qinglar. Bir xil faqat oq o'zini yo'q, sariq o'zini ishlab olmanini. Har xil oq o'zin, sariq bo'lsin, siyoh bo'lsin, har xil manaqangi havo bo'lsin. Shuni qarang, bolasi o'tirgan o'rtada, mana 10 ta onasi. Buni ichida yana bolasi bor, bilamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda mana xolos O'tda 5 ta, 10 ta, 15 ta, 17 ta, 17 ta esa o ikkita chekkada 19 ta mana tarafimizda 19 ta qafasimizda uyasi bor. Uyani ichida bolalar nima hali bitta ham qaramaganmi? Sizlar bilan birgalikda hammasini irimman, qarab chiqamiz. 5 10 14 18 ta bu tarafda bor ekan. 18 qolgan uylarni yig'ishtirib, uydan chiqqandan ko'rinda 10 Ko'zima bu yuraversa. Mana bu tarafga ham ochib chiqqan mollarni qo'yverilgan. Mana bu tarafga ham addenni maladoylarimiz bor. Maladoylar. Biz shunaqa uyadan chiqqandan keyin katta qilish uchun qanotlar yaxshi, zo'r, chiroyli o'sib uchun addenni ana qilamiz. Tegma yuraversin. Xo'p, uchchakadan boshladi bismillah, Allohlarimiz hammasi bo'laversin. Daji bilan uyaga ham kirishmoqda. Yegan kirishmabdi, part tushmagan. Buni sizlar bilan birgalikda almashtiramiz. Kechirasizlar, bu part tushmagan emas. Bular o'zi malado qo'yilgan. Maladogida. Tegma. Bu ham hozir degan. Xo'p, bu raddan ponni malado tushganda. Xo'p, keyin bu tarafdan yarmi malado bo'lgan, mana shundan bu taraf malado bo'lgan bo'lish kerak. Qolgani parlab qo'yilavergan, shunchaki jip tushgani uchun malado edi. Yetilib voyaga yetib qolgan, inshaalloh jiplashadi degan umiddamiz. Mana bu rezultat inshaalloh nishta ekan deylar. 4-5 ta ko'zimiz ko'rib turibdi. Bir-biriga sovuqdan, bir-biriga yopishib keyingisini ko'ramiz. Shunda harakat o'zi bu. Bu yerdan chiqib ketdi. Keyingisi harakat. Vot maşallah, bunda rezultat bor. Katta tuxum bor, ikkita chiqqan. Buni onasi qizil, otasi boshqacha rang. Hammasi boshqacha rang. Qoch. Nari taraf chiqib turadi. Bunda, vot maşallah, mana rezultat yanada turibdi. Hozir onasini chiqazamiz. Ikkita o'tib chiqibdi bu yerdan. Ikkita. Hop. Keyingisi. Bu yerda ikkita ko'z ko'rib turibdi, tuxumi bor. Hozir keyingisi ko'ylardan chiqamiz. Bittadan buni ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'zi katta bo'lib qolibdi mana.
ko'rayotganmiz. Ana bu yerda bir katta bo'lib, u yerdan chiqadi. Buni ham 3-4 kunda u yerdan chiqqandan keyin uyasini olib tashlab 5 kun dam beramiz, 5 kundan u yerni qo'yamiz. 5 kun ichida bolalarni katta qilib oladi. Mana juft tushgani qarang, nar ovqatlantiryapti ana. Ana. Keyingisini ko'ramiz. Hop, bunda bola o'lgan, bitta bola qolgan. Bitta bola o'lgan, bitta bola tirik. Hop, bunda keyingisini ko'ramiz. Voy maşallah, yangi o'chib boshlabdi. 5 ta tuxumi bor ekan, yangi o'chib chiqibdi bunda. Keyingisini ko'ramiz. Voy maşallah, yangi o'chib chiqibdi bunda. Ortiqcha bezovta qilmaymiz, sababi bezovta qilganingizlar bu bolasini o'ldirib qo'yadi. Fitillaydi bu. Jahli chiqadi. Ana u jup tushibdi, tevadan qarab, quvlab yuribdi. Maşallah, ana taniq jup tushibdi. Birgalikda ajratay. Shapkaga rangi bir xil ekkovinidan faqat modani shapka nar, shapka emas, hamma taraf uchib ketgan. Bir xil, birda yuribdi ekkoviga. Keyingisini ko'ramiz. Mut bola bor, yangi o'chibdi. Yangi o'chgan bola bor bunda. Hozir biz mana undan pastini ko'rib chiqdik, ya'ni 3 rat ko'rdik, eng tevada 1 rat qoldi, oxirida 2 ta qoldi. Hop, eng tevada nabira shuqracha, nabira. Ana bismillah. Hop, bunda mana shu qushimizni, shuni Qarishiga sotganmidi, to'shni bilmayman, Qarishiga sotgandik. 250 ming so'mdan parasini dastavkaga moshina chiqaza olmay jo'nata olmaganmiz. Kerak bo'lsa jo'natamiz shuni. Toshkentga dastavka qilib chiqarib beramiz. Hop. 4 dona tuxumi bor. Hali bu malador bolasini chiqazmasdan 4 dona tuxum qo'yibdi mana. Malador bolasi bor. Keyingisini ko'ramiz. Tevalarni qarang, biz ochib olganimizda mana chang bo'lib ketadi mana. Mana qarang mana. Chang. Biz umuman bekin uyini ochmaymiz mana chang. O'zi ochib chiqib yuraveradi mana. Keyingisi. Men ko'rolmayapman qani. Tuxumlar yotibdi, nechtadir tuxumi bor. Doim uyini koylanavermaydi. Ha deb mana qarang, biz vaqtga tegmagan mana. 3 kundan bir kirib uyaga ana qilinma, qaralmagan mana. Chang mana to'yib. Mana. Keyingisi. Hop. Ota-onasi tashqarida 3 ta bir xil miramir bo'lib chiqqan. 2 ta beyda turibdi, o'zi uyadan tushishga tayyor. Bugun erta uyadan tushib qolsa, keyingi kuni Xudo xolasa atirsa desma. Ay bu onamdan. Qochib turing. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Ba'da 2 tani ko'rsak, ya Alloh karim. Men ko'rmayapman, buni ko'rmaganman ba'zi. 5 ta tuxum bor. Yangi tuxum qo'yibdi, oldingi bolasini o'ldirib qo'yibdi. Bitta hop, bu oldingi bolalarni olib chiqib tashlagan, o'zi bir partiya bergan. Keyingi tuxumiga 5 ta qo'ygan. Uyaga qaralmagan hisobga bitta bola uyasida o'lib qoldi. Hozir olib tashlamiz. Keyingisini ko'ramiz. Buni bir dona tuxumi bor. Boshqa bir dona tuxumi turibdi. Moda silovga kirib ketib qolibdi, moda tilaveribdi. Modada tilov bor. Manimdagi bitta o'lgan qushni olib tashlaymiz endi. Og'izda ovqat bilan o'lib qolibdi bu. Keyingisini ko'ramiz mana uni. Hop. Bu uyadan chiqaman deyapti. O'zi bular tayyor uchirmaga. Erta endi buni uyadan chiqarib tashlaymiz. Uzoqlar ertaga chiqadi. Mana bolalar pastida mana. 1, 2, 3. Uyadagi mana 4 ta. Mana pastga bitta bolani olganman, bo'yi 5 ta. O pastda turib, oyoq kirilib qolgan, o'zi to'g'risida ma'lumot beraman. 5 ta bola olib chiqqan bu. Qushimizni sotiladi, 5 ta bola olib chiqqan. Mana uni to'g'risi men ko'rmayapman, keling bitta shuni ko'raychi. Mana tarayman. Bismillah. 4 ta tuxumi bor. 4 ta tuxumi bor. Modamiz shapka, naram shapka. Ikkovi ham shapkaligidan 4 ta tuxumi bor. Hop, endi bu taraf ko'rib bo'ldik, bu tarafini bir ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda o 8 ta.
5 ta, eng tagida 5 ta, o'rtadagina 2 ta, 4 tadan 8 ta. Общий 18 ta. 18 tani rezultatini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Hop, endi buni bichakadan rezultatni bilamiz. Bismillah. Buni bolasi pastda buni onasini eslasani greja bo'lib qoldi deb onasini yerga mana qilib qo'yib o'rgandi. Shu qushimiz nima bo'ldi bilmayman, 2 marta video qildim, TikTok bilan Instagramda videosini qo'ydim uni. 3 kundan keyin kelsam qushimiz eshik ochilib chiqib ketib qolgan, uchib ketgan. Ammo qushimiz o'ta yirik, katta, zo'r moda edi. Bolasi uyda qolib, u greja bo'lib qolgan, bolasini boqa olmayman, nimadir bo'lgan bilmayman. Bolalar qolib ketgan, shundan bir bola tushdi. Bolasi to'yib ovqat yemagandan, ovqatga to'ymagandan linka bo'lib qolgan. 2 ta bolasi bor, pastdan ota o'zi boqyapti buni. 2 ta bolani. Hozir mitingizni ko'ramiz. Bunga daji kirishmabgan, bu yakka ekan, buni pari yo'q ekan. Parini sotib o'rilgan bo'lsa, narx qo'shish kerak, moda bu. Yakka moda. Ha, bunda yo'q, bu yerda. Demak, pastga tushgan bo'lsa, bu ham yakka ekan. Bu yakkan, ha, kechirasizlar, bu hozirgi angorkani nari bu. Hozir mana angorka qani mana. Mana angorkani nari bu. Şeyda bu greja bo'lib qolgan hisobga bola bermagan. Qanday? Keyingisi bitta bola yerda yuribdi. 3 ta bola. Hop. Bitta. Kengisini ko'ramiz. Bunga daji kirishmabdi ham. Hop. Bu ham yakka ekan, pari yo'q ekan. Bunga o'zi parlamiz. Pari yo'q, tuxum qo'ymagan hisobga. Bundan bir dona tuxum bor, yangi uyani ilinibdi. Yangi rezultat deydi, xudo xolasa. Yangi rezultat boshlanibdi deydi. Nar kechirasizlar buni. Narni o'zi ekan, bu oldindan tuxum qopdi. Buni modasini kimgadir juplab sotib olganman. Narni o'zi qopdi, yakka bunda. Bunga ham hozir juplamiz, tayyor bo'lgan modalarimizdan o'lim. Keyingisi. Voy maşallah. Oppa. Kimga qiziqmas? Oppa. Qizil ko'z oppa. Beraman hammasini. Bular to'rtta chiqdi mana. Mana moda. Hop, buni keyingisini ko'ramiz. Bu ikki o'ri yo'q, tegma. Ichida yo'q ekanmi? Ha, bu qochib turing baqa. Keyingisini ko'ramiz. Mana uni. To'rtta tuxum ochishga tayyor bo'lib qoldi, palasa paydo bo'lib qolgan. To'rtta tuxum ochishga tayyor. Keyingisini ko'ramiz. Yangi 3 ta bo'lgan, 2 ta tuxum qolgan. Keyingisini ko'ramiz. To'rtta tuxum. Bular bir partiyadan bo'la berib, yangi partiya yo'qda. Moda sal charchab qopti, modaga e'tibor kerak. Modani kuchliroq boqish kerak. O'zimda turib, o'zim hatto qaramay e'tiborsiz bo'lgan hisobga qarab. Modaga sal e'tibor kerak. Keyin buni shunchalikda ham hamma sharoit yaxshi, xudo xolasa, shu moda sal quvvatsiz qolib tuxum berish kerak. Keyingisi tuxumi bor ekan, aqabaqa o'tmadi. Hop. Yana bir ma'lumot shu joyda. Mana qaysini bolasi bor edi, hozir bolaligida. Mana. Buni bolasi bor. Mana shu bolasi bor qushi, bolasi bor mana. Mana shu bolasi bor. Bolasi bor qushga hamisha har vaqt bir kunda bir mahal tuxum bering, обязательно ertalabda soat 7:00 da qushlarga qarab bolaga oziqani yetkazish kerak. Bu tong ko'rishgandan keyin sizamizdan choy ichishimiz hisobiga bilan ovqatlantirish kerak. Tuxum bering. Yarimta tuxumni yarmini berasiz. Bitta tuxumni to'rga bo'lib berasiz. Bitta tuxumni to'rga bo'lib bolaliklar bilan hammasiga berasiz. Keyingisini ko'ramiz. Bunga kirmagan, bunisini ko'ramiz. Bu yakka ekan. Buni ham modasini sotib o'rgan ekanman, nar o'zi qopdi. Yakka, lekin nar zo'r qilich bo'lib turibdi. Bunga bitta moda qo'shish kerak, yakka mana. Modasi yo'q. Keyingisini ko'ramiz.
Keyingisida yo'q. Yangi uyga elinibdi. O yangi juplashtirishdi. Buni xotinlar. Buni keyingisini ko'ramiz. Bundan keyingisi. Urishga harakat qilaveraman. Bular yangi bolani olib chiqib tashlagan. Uyga 2-3 kundan keyin ilamiz. Tegma. Mana. So'rab, hatto tomosha qilishini qarang. Yo'q-ku ichida hech nima yo'q. Tegma. Buni keyingisini ko'ramiz. Bunda nima ekan? Yo'q, bu jup pishmabdi. Tuxumni qarang, qo'yib tashlaganman. Bu jup pishmagan. Nar bilan urushib qolgan. Desam o'zi bir partiya bola olib chiqqan ekan. Mana bir dona turibdi bola, ichida modasi turibdi, yonida nari turibdi. Lekin qanaqangidir bu tuxumni ko'p qo'yib tashlagan. O'zi odatda 12 tagacha tuxum qo'yadi. Balkim shu 12 ta tuxum qo'ygandir boladan keyin. Bir dona bolasi bag'da turibdi, malado. Buni keyingisini ko'ramiz. Tavadagi 5 tasi qoldi. Hozir yana bir qurib rezultatini bilaman. Bismillah. Bular nar moda tashqari turishdi. U yerda nimaga 3 ta tuxum sochilib yotibdi. Bular arazlashib qolishgan. U yerga kirmayman deganlar. Shu bilan qolib ketgan. 3 ta tuxumlar bor, bularni chiqarib tashlab, nar modanlarga almashtirib tashlash kerak bular. Mana qara, moda qo'shini nar bilan juplashib qolgan. Odamizu keyingisini ko'ramiz. Bu yerda maladoy. Birinchida bitta maladoy turibdi. Ota-onasi bag'da mana. Bitta maladoy turibdi. Hali chiqazmagan. O'shan chiqarsa bulardan biror hafta dam beramiz. Keyin yana davom etishaveradi. Keyingisini ko'ramiz. Bu yerda sariq tuxumi bor. Yo'tchilar. Moda zo'r moda ekan, qarang. Sarg'ayib ketgan sho'g'lar. No. Buni keyingisini ko'ramiz. O'shada 2 dona qoldi, shuni bilamizki, mana tagidagi oyoq qayerli qolgan to'g'risida ma'lumot beradi. Ya Robbi. Voy maşallah, mallarni qarang. 5 ta. 5 ta bolasi bor. Ota-onasi zo'r ekan mana. Ota-onani qarang. Voy maşallah. Voy suvdar boqibdi bolalarni. Malades. Jup bilan. Keyingisi oqqa sariq. Haqqalarni bularni rezultatlari. Bular ham urushib qolishgan, tuxum aqaba qilib tashlashgan, qo'ygandan keyin bularni tashlab boshdan juplash kerak. Bularni aqaba qilib tashlash kerak. Mana. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlar uchun qo'limdan kelgancha bir qul ma'lumot berdim. Va yana ma'lumot beraman hozir video davomida. Xo'p, nima qilamiz endi deydi. Mana yakkalilarni sotganmiz. Hozir ko'rganingiz mana qo'ni qo'shni bilan juplash qolganlar bor-ku. Ularning unikini bunga juplab olamiz. Bundan tashqari mana bu tarafda bizniki tayyor juplashganlar mana misol uchun mana moda, tayyor moda. Mana shuni olgan vaqt bo'lmagan, ana qarang. Mana shu moda tayyor. Modalar hammasi tayyor bo'lgan qushlar. Mana shularning ichidan yurib olamiz. Bu yerda. Yerga bir qur olamiz endi qushlarimizdan. Toshqo'lish. Albatta video manfaatli bo'lsin inshaalloh. Hadi to'q qush ochib baqa. To'q qush ochib, papagay ochib baqa. Mana o'yinga kiradi. 40 santimetrli joyda biz bo'yimiz yetmaydigan joyda. Mana qushimiz mana. Oyog'i ikki tarafga yerilib qolgan. Bu nima sabab yeriladi desa, tegma. Nima sabab yeriladi desa, bu qushimiz uyaga aplika tashlanadi. Mana aplika bor, uyasidan ko'rsataman. Mana aplika. Yo'q bo'lib qolsa yoki aplika kamlik qilib, aplikani oshiqchasini chiqarib tashlaydi popugay o'zi. Chiqazib tashlaganidan qiynalib shu narsaga oyog'i surgan aqaba. Shunda suyaga qotib qolgan. Aplikani surgan oyoq tiralmagan, keyin oyoq shu holatda bo'lib qolgan. Mana bundan olganmiz mana qushimizni.
Mana uni bolasi mana hozir bir pas ichida hamma qushlarimiz tushib keldi buni ichidagilar. Mana qushimiz o'ta qiynalibdi. Buni nima qilish kerak? Buni bunaqa qilib gruppada yozishadi-da. Haliga bunday qilib ip bo'ylab qo'ying deyshadi. Yo'q, bunga ip bo'ylanmaydi. Ip bo'ylasangiz ham baribir bu qiynaladi. Nogiron hisobida bu qo'y. Bu qushimizni shunday tomog'idan bitta bo'g'izlab ko'mib tashlanadi. Boshqa iloji yo'q. Bu qiynalgan joni qiynaladi xolos. Oyoq qurusin o'rnamaydi. Tekis. Oyoq qayrilmaydi. Bo'ldi, pay qotib bo'lgan shu holatda. Buni eng oson yo'li qiynalmasin desangiz, hatto buni bo'g'izlab qum borasiz. Boshqa iloji yo'q. Rahmim kelmadim degan insonlar uchun qiynalib kasalvand bo'lganda buni ertaroq joyiga joylagan ma'qul. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolaringiz xato kamchiliklar bo'lsa uzr. Qushlarimiz sotuvda. Quyug'i suyug'iga bega 300 ming so'mdan beramiz qushlarimizni. Kelasiz, tanlab olib ketasiz qushlarimizni 300 ming so'm skidkada. 400 ming so'm narx aytganmiz qushlarimizni bilsana. Shundoq kelasiz, menga shu qush yo'qdi desangiz, o'sha qushimizni 400 ming so'mdan 300 ming so'mdan quyug'iga hop yana bitta narsa qilamiz. Mayli, 300 ming emas, 250 ming so'm. 250 ming so'mdan 250 ming so'mdan tanlab olasiz. 250 ming so'mdan. Mana sizlarga nomerini ayt qiynalmasligini uchun sizlarga nima? Hozir berib hozir olib beraman. Hozir ham video bilan o'zib beraman. Xo'p. Qushimizni nomerlab aytib o'taman. Mana shundoq ko'rib chiqasizlar. Qaysi biri yo'qsa, mana birinchi nomer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bu tarafi 18, bu tarafi 19. 19 esa bu tarafdan yuramiz. 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Shunday qilib sanaymiz kvadratiga. Kimga qaysi uyda qushimiz yoqqan bo'lsa, o'sha holatda qushi shundoq falon nomerdagi qush yoqqan menga desangiz, shu falon nomerdagi qushni aytib o'tamiz. Ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hammasi quyug'i-suyug'iga 4 ta 5 tadan bola olib chiqqan, boshigacha 7 tagacha bola olib chiqqan. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 250 ming so'mdan. Xolasan, o bitta ham ishlamagan nari tarafdagi narmodalarimiz bor. Beramiz ulardan 250 ming so'mdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lishingizdan. Qazman video manfaatli bo'lgan bo'lsa do'stlarga ko'rsatib mana avval kamizda Xudo xolasa videosini beramiz. Bir qor tuzalgandan keyin hozir buni hozir ishlaydi buni bir qursindoq. Ketib qoladi. Mana orqa taraf mana grezasi buni. Mana grezasi buni. Ko'rdingmi? Bu uchga, faqat uchuv. Mana ko'ziga e'tibor bering, ko'ziga. Yumaloq kalsosi bor buni. Sizlar qushingizga shunaqa yumaloq kalsosi bo'lsa, demak qushingiz ishlab turgan toza qush. Hop, qushni uchirish kerak buni faqat. Faqat uchib yurish kerak bu qush. Ichga tugilib qolganmi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lishga sabr qiling.